Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Talablarga binoan shlakablok, kolodislar, binoan barisini video syomka qilishga keldik. Barisini video davomida ko'rib kuzatib boraverasizlar. Narxlari necha santimetrlari bu barisini tushuntirib o'tamiz. Barisini video davomida kuzatib borasizlar. Ana unda biz ketdik. Mana shlakabloklardan boshlaymiz. Xudo xolasa, hozir narxlarni akamiz aytib o'tadi, tushuntirib barisini. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shlakablokning razmeri 20-40 degan bunaki. Sifati xudo xolasa yaxshi, kelib ko'rib olaverasizlar. 20 ga 40 deydi razmerini. Bahasi 4000 so'm. Kelishtirib beramiz. Dastavka bor ichida. Rayonning ichi bo'lsa qaytinqirab beramiz. Zavorga ishlatsa bo'ladi. Ayda tumbilar ham bor. Rangli tumbilari, chetda turibdi. Rangi tumbilarini ham chetda turibdi, hozir ko'rsatib o'tamiz ularni. Zavor o'rsangizlar bo'ladi. Kolodis bor bu yoqda bunaki. Kolodislarimiz ham bor, hozir tushirib o'tamiz. Kolodislarning razmeri 1 metrlik bunaki. Diametri balandligi 25 sm. Sifatli qalinligi 5 sm bunaki. Qalinliklari 5 sm deydi. Bo'yi 25 sm. Necha 4 1 metr bo'laman shunda? 4 1 metr bo'ladi kolodislarimiz. Bir qo'ygan odam 6-7 un qo'yib turibdi. Qapqoqdan bor uning ustida. Ustida qapqoqlar ham bor. Az qapqoqlardan barisini video davomida kuzatib borasizlar. 65 ming so'm bahasi buning. Narxi 65 ming so'm. Dastavka qilib beramiz. Dastavka ichindami? Rayonning ichida? Rayonning ichida qilib beramiz. Masalan, Kuyko'pir, Qizilchali shularga bo'lsa-ni, uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, kelishamiz oyog'i. arzonroq etib olib berasizlar. Xudo xolasa olib beramiz. 65 ming so'mdan kelishilaman. Xudo xolasa, kelsak gaplashib. Teshigi yo'q odam bor, bir teshiklisi ham bor. Buning kolodisi ham anodaylar ham bor ekan. Bir tur emas. Kelaverasizlar mana kolodislar. Ajoyib sifatli. Shlaka bloklarimiz. Kolodislarimiz. Bir xil shu. Qapqog'i bilan bir xil. Nesi bilan, o'zi bilan 65 ming so'mdan. Qapqog'i mana 65 ming so'm deydi. Qapqog'ining o'zi ham hidrlik. Buning ham qapqog'i bor bunaki yo'q. Ko'rmagan, tartib tozalamagan nega. Ko'p turibdi. Qancha bo'lsa yetkazib beramiz. Mana ranglisi degani shlakablokning zaborga ana shunday terilsa ajoyib chiroyli ko'rinishda bo'ladi shakli. Ichine beton qo'yib to'ldiraversa bo'ladi, armatur tashab. Tumbisi yig'ilib netib ketmaydi shunda. Makam bo'ladi. Shunday ko'rinishda terib ketsangizlar bo'ladi zaborlarni. Qalagancha baland ko'rasizlar. O'zingizni xohishlaringizga qarab. Tumbilarimiz bor. Buni 6,5 ming so'm bahasi. Ranglisi 8 ming so'm. Shularga buni 4 ming so'm bahasi. Yeyishtirib beramiz. Ustunda to'g'ragasa olib beramiz, dastavka bor. Amudaryo rayon bo'ylab dastavkasi ichida deydi. To'g'ragasa 3800 dan ham beramiz, qaytib yeyishtirib beramiz. Zaborga mana shunday shaklda ko'rinishda chiqadi. 2 turi bor ekan. 8 ming so'm ranglisi deydi. Mana bu rangsizi 6,5 ming so'mdan aytilyapti. Bu kelishiladi barisi aytilgandan. Rayon bo'ylab dastavkasi bor. Uzoqroq qishloq joylarga bo'lsa, kelishilgan narxda olib beriladi. Bu polistrablok degan bu. Shunday ko'rinishda bo'ladi. Og'irligi 20 kg bo'ladi, plus minus. Razmeri 20
30, bunda 60 bo'ladi. Bahası 20 ming so'm. Dastavka içinde. Rayon bo'ylab apart beramiz, xudo qalasa. Razmeri 20 ga 30 deydi. Uzunluğu 60 santi dedingizmi? Uzunluğu 60 santi, vesi 20 kilo atrofida plus minus. 20 kilovatda plus minus bo'ladi. Narxi ham 20 ming so'm aytilyapti. Amudaryo rayon bo'ylab dastavkasi bepul. Uzoqroq qishloqlarga yo boshqa nularga bo'lsa, kelishilgan narxda olib beriladi. Mana quyilib turibdi, bu ozg'ona narsa emas. Polностью zakaz bersangizlar bo'ladi. Telefon nomerlarini bersini ekran tinda yozib qoldiraman. Manzillardan video oxirida ko'rsatib o'taman. Mana dastavkaga ham yuklanib turibdi, уже kutib o'tirlar hozir. 20 ming so'mdan apart beryapmiz. 2 etaj joy so'ratir bu o'tirgan odam. Klientimiz. 2 etaj joygadan bemalol qo'rqmay quysa, uyni boshlashtirsa bo'ladi, ha? Bo'ladi, polni so'ratir. Agar qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilsa, nesini ko'rgazamiz, adresini. Vaqtimda so'ratir. 2 etajda. Birinchi etajdan уже apart bo'ldik mana oxirgi xudo qalasa. Bo'ldi. Bu pena blok deb aytiladi bu. Hamma shunday deydi, pena blok, gipsa blok asli. Buni razmeri buni bilan bir xil 20, 30, 60 bo'ladi. Bahası 13 ming so'm bu. Dastavka içinde xudo qalasa apart beramiz. Kichkinaroq razmeri ham bor, perigordka 15 ligi var. 15, 30, 60 bo'ladi. Bu 11 ming so'mdan apart beramiz. Axırına xudo qalasa. Kelaverasizlar. bemalol murojaat etaverasizlar. Zakazga ham quyib, отдельный chiqarib beraveradi o'zingiz uchun. Ko'dirlik tayinlari, yoq tayini kerak desangizlar, mana tayyor bo'lib turibdi. Kelishilgan narxda ko'proq olaman desangizlar, arzonroq ham qilib beradi. Dastavkalar ham bor, besplatniy. Manzilni videoning oxirida tushuntirib o'tib ketamiz. Telefon nomerlari ekran pastida yozib qoldiriladi. Bemalol murojaat etaverasizlar. İşlash jarayoni davom etmoqda. Mana pisoklarimizdan ham eng yaxshi yelanganidan yaxshisini ishlatyapmiz. Manaki daxalasa shlaka blokda, manaki Qaralpaq sement 550 marka eng yaxshisidan. Daxalasa shu xalqimiz uchun eng sifatli yaxshi shlaka bloklarni ishlab chiqaryapmiz. Buning bir chiqarganda necha dana shlaka blok chiqadi bu apparat? Bu endi bir paddonda 4 shlaka blok chiqadi. Hozir ishlash jarayonida ko'rasiz, kuzatasiz o'zingiz. Daxalasa. Shu bir misholga apparatimizga qancha kilim materiallari ketadi, sement qancha ketadi, tosh Bu endi 2 arava pisok shiven to'giladi. Bir arava qum. Keyin sementimizdan ishlatamiz. Qancha sement ketadi? Rastor suv bilan ishlanib, bu yoqda stanokda preslanadi. Pres yaxshi. Daxalasa o'zingiz guvohi bo'lasizlar. Shlaka blok ishlab chiqariladi nasib etsa. Yaxshi, hozir video davomida chiqarilishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu apparatimizda bir chiqarganda 4 dana chiqariladi ekan. Qalbina 4 dana siyadi. Hozir uni ham ko'rib o'tasizlar video davomida. Ishlash jarayoni.
Bular yangi chiqqan mahsulotlarimiz. Hozir presdan chiqdi bu shlakobloklar. Hep tayyor mahsulotlar. Bemalol olib ishlataversa bo'ladi. Sifati yaxshi. Preslar ko'rib turganday yaxshi berilgan, presi sifati yaxshi. Buni tekshirib ko'ramiz. Sinovdan o'tirib bize mahsulotlarımız için en yaxshi sifatli xomashyolardan foydalanamiz. Bunaki shiven tashlari mana yelangan, yelakdan o'tgan birinchi sortdan foydalanamiz. Qumlarimiz bor. Mana Qaralpoq 550 markalı en yaxshi sementimiz. Ana shulardan foydalanamiz. Xudoga shukr, klientlarimiz ko'p. Mana shlakoblogimizga sifat yaxshi bo'lgani uchun bemalol xalqimiz uchun mana xizmatdamiz. Manzilimiz Amudaryo tumani Mang'it mol bozorining yonida, o'ng qo'linda joylashgan. Bemalol kelaverasizlar. Mana yonida mana bunday 2 etажga bilyardlar bor, joylashgan. Kelsangizlar o'zi yo'lning ustidan ham ko'rinib turibdi. Mang'it mol bozorining yonida, o'ng qo'l tarafında.